Salom do'stlar, Germaniyadan. Bugungi infologimizda biz sizlar bilan Oper haqida gaplashamiz. Oper programmasi til darajasi yuqori bo'lishini talab qilmaydigan programmalardan bittasi Germaniyada. 18 yoshdan 26 yoshgacha bo'lgan yoshlarga o'g'il bola, qiz bola farqi yo'q, mo'ljallangan dastur. Buni plyus tomonlari, siz bitta Germaniyadagi oilada yashaysiz. U oilada uyida yashaysiz. Bolalariga masalan qarab yurishingiz mumkin. Keyin sizga oila til kursi uchun pul ajratadi. Cho'ntak pul beradi. Siz endi O'zbekistondasiz, hali Germaniyaga kelmoqchisiz. Siz birinchi oila topishingiz kerak. Oila topish uchun Oper World degan sayt bor internetda. O'sha saytning ichiga kirsangiz, ham oilalar, ham Operga nomzodlar u saytdan ro'yxatdan o'tadi. Menimcha u saytda o'g'il bolalarni ro'yxatdan o'tish mumkin emas, faqat qizlarga. Shuning uchun men hozirgi ma'lumot bo'yicha bilmayman точный, lekin menimcha mumkin emas. Xullas, siz o'zingiz uchun profil ochasiz. U profilingizda hamma o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlaringizni yozib chiqasiz. Yoshingiz nechida, qayerdansiz, nimaga qiziqasiz. Iloji boricha yolg'on emas, lekin pozitivniy ruhda o'sha o'zingiz haqingizdagi ma'lumotni yozishingiz kerak. Ya'ni oilada shunaqa taassurot bo'lishi kerakki, O'zbekistonda hayotim zo'r, lekin men chet elga chiqib dunyo ko'rmoqchimanda, boshqa odamlarning tilini o'rganmoqchiman, madaniyatini o'rganmoqchiman, hayot tarzini ko'rmoqchiman deb shunaqa ma'no kelib chiqishi kerak. Bu yerda siz o'zingizga yozdingiz, keyin siz Germaniyaga kelish uchun oilalar bilan suhbatdan o'tasiz. Suhbatdan yaxshi o'tsangiz, shartnoma bilan elchixonaga viza uchun hujjat topshirasiz. Endi siz oila qidirishda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Agar siz nemis tilini yaxshiroq, tezroq o'rganaman deb shunaqa niyat qilayotgan bo'lsangiz, siz kattaroq shaharlardan oila qidirishingiz kerak. Katta shaharlarning plyus tomonlarini hozir sizga aytaman. Katta shaharlar sizga judayam ko'p til kursi uchun maktablar taklif qiladi. Imkoniyat rosa keng bo'ladi. Transport qatnovi tez. Yoningizdagi boshqa shaharlarga borib ko'rib kelsangiz bo'ladi. Sayohatmi bu? Sayohat. Keyin siz Sprach klublarga borsangiz bo'ladi. Sprach klub nima? Siz agar universitet shahariga kelsangiz, haftasiga 1 kun universitetda ochiq klublar taklif qiladi. Klub tekin bitta masalan xonani ijaraga olishadi va ular shunaqa gruppalarga bo'linib, tashqaridan kelgan odamlar ham qatnashsa, har xil tillarda muloqot qilishadi. Bu ham universitetda bo'ladi, ham boshqa odamlar o'zlari inisiativa qilib shunaqa klublar tashkil qiladi. Buning uchun siz Meetup degan приложение bor. O'sha приложениеdan siz ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Qayerda, qachon, qaysi kunlari shunaqa meropриятиялар tashkil qilinadi, shularni ko'rib olsangiz bo'ladi. Siz oilada tezroq integratsiya bo'lasizda va siz boshqa tashqaridagi hayotga ham tezroq ko'nikasiz. Keyinchalik Germaniyada qolmoqchisiz. Bunda siz D viza bilan kelganingiz uchun boshqa programmaga o'tkazib, uzoqroq muddatga qolishingiz ham mumkin. Xullas, shunaqa keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, e'tibor uchun rahmat.